Assalomu alaykum, hurmatli Munhouse obunachilari. Bugun sizlarga tanishtiradigan mana shu chiroyli uyimiz bo'ladi. Yonidagisi sotilgan. Manzilimiz Bardanko'l. Bu joy Yangi Toshkent tumani bo'lyapti. Bektemir shundoqqina yonida. Rohat postigacha 3 kilometr, katta trassagacha 1,5 kilometr uzoqlikda joylashgan. Joy yaxshi, havo toza joyda. Umumiy maydoni 2 sutik, 4 ta xona, pod ключ. Mana shu uyimiz. Ko'chaga ham bitta mashina qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Mana ko'cha tomonida ham zeleniy zonalar qilingan, archalar ekilgan, 100% pishgan g'ishtdan qurilgan. Kirishimiz kalitka eshik hamda mana shu darvoza bo'ladi. Ana endi kelinglar ichkari bilan tanishamiz. Mana kirishimiz bilan uyimizdagi ko'zimiz tushadi. Fasad oppoqqina travertin qilingan. Ikkala tomon mana zeleniy zona. Bu yerda mana mashina qo'yishingiz uchun tepalari mana naveslar qilingan, tappa tayyor. Bu yerda mana yozgi oshxona uchun joy tashalgan. Bu zamonaviy rakvina hamda tashqarida bitta hojatxona qilingan. Kuxnaning tagi podval, podvalga bu yerdan tushamiz. Podvalga duxkonturni kotel o'rnatilgan. Mana uyimiz, ko'rib turganingizdek, yaxshi shinamgina chiroyli uy. Tepalari ham mana leksam qilib o'tirmaysizlar, o'zi mana chiroyli qilingan dizaynida. Endi asosiy xonalar bilan tanishamiz. Kirganimizda kattagina hol keladi. Bu yerda mana zal. Mana zal. Zalimiz ham kattagina. Hamma joy cho'pli polda siydi. Panoramli oynalar qilingan. Zal ro'parasida kuxnya joylashgan. Mana kuxnyani lyustrasi ham oxirgi zamonaviy lyustralardan. Kuxnyamiz ham kattagina, ko'rib turganingizdek. Uni ham mana panoramli romlar qilingan. To'g'rida mana bitta детский spalnya bor. Mana bu spalnigimizdan orqa hovlichaga chiqasizlar. Mana orqa hovlichasi. Bu yerda mana bitta sanuzul mavjud. Hisobda 4 ta sanuzul. Mana bu vannani o'zi. Mana xona. Bu yerda ham bitta spalnigimiz bor. Juda ham chiroyli, oynasi orqa hovlichaga qaragan. Hech qaysi xonamiz gluxoy bo'lib qolmaydi. Hamma xonalarda havo aylanadi. Bu yerda bitta hojatxona qilingan. Umumiylari bilan. Bu yerda mana bitta родительский spalnya, oynasi orqa hovlichaga qaragan. Yorqin abo'ylar ishlatilgan. Lyustrasi ham o'ziga mos. Ichida o'zini mana yuvinish xonachasiga ega. Eslatib o'taman, Bardanko'l, Yangi Toshkent tumani, Rohat postigacha 3 kilometr, trassagacha 1,5 kilometr, 2 sotik, 4 xona. Narxi startoviy 95 ming deyilyapti. Yana kelishiladi. Qiziqqanlar bemalol qo'ng'iroq qilinglar. Videoga like bosib, bizning kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat.